Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Azer. Bugun biza Minecraftning bepul versiyasini viruslarsiz kompyuterga yoki notebookga skачать qilishni o'rganamiz. Video boshlanishidan oldin bir dona tekin bo'lgan layklaringizni bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham qiziq videolar kanalimizda qani bo'lmasa ketdik. Birinchi bo'lib bizga forum kerak bo'ladi. Forum kirib olasizlar va bu gap launcher deb yozasizlar. launcher.org saytiga kirib olamiz va bu yerda mana ko'rganingizdek skачать launcher mana bosamiz. Bu yerda MacBook, Linux operatsion tizimlariga saqlanib qilsa bo'ladi. Meniki Windows, o'shancha Windowsga saqlanib qilaman. Launcher dela Windows shuni bosamiz. Ustiga bir marta bosganda mana saqlanib qilib bo'ldi. Bu yerda pastda ham chiqishi mumkin, tepada ham chiqishi mumkin. Menda tepada chiqdi. Ichiga kirib olamiz. Endi bosamiz. Mana do'stlar, sınıf qoldi. Endi mishkani o'ng tarafini 2 marta bosamiz. Ozgina kutamiz. Men uстановка qilib qo'yganman. Sizlar ham uстановка qilib olinglar. Uстановка qilib qo'yganimizdan keyin mana do'stlar, menda уже mana mashina qoladi. Men уже uстановка qilib qo'yganman. Endi sizlar ham uстановка qilib olasizlar. Keyin ustiga bosamiz va ozgina kutamiz. Mana do'stlar, kirib oldi. Endi biza botga akkaunt ochishimiz kerak. Akkaunt ochish shart emas, o'zi buga niklarni yozib olsanglar bo'ladi. Bu isminglar yozib, yilinglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Shuni keyin versiya tanlaymiz. Versiya mana menda hozir eng oxirgi versiyada. Sizlar ham o'sha kompyuterlarga qarab tanlaverasizlar. Kuchliroq kompyuter bo'lsa, eng oxirgi versiya tanlasanglar bo'ladi. Agar kuchliroq bo'lsa, pastroqni tanlayverasizlar. Keyin bittaga galchka qo'yib qo'yamiz. Qo'ymasanglar ham bo'ladi. Keyin VTV igro degan bosamiz. Okey. Ozgina kutamiz, yana bitta bosamiz. Hozir endi ozroq kutamiz do'stlar, hozir kiryapti. Qayta bu agar Vladin Kmayni kirib qayta yana video qilaman.